Mana hozir tendensiya ketyapti anaqamizda, mamlakatimizda anaqada gapirishimiz kerak, o'zbek tilida emas, rus tilida emas, o'zbekchada gapirishimiz kerak. Men rus tilidagi kontent unisiga emas, men o'shanaqa fikrlaydigan yoshlarimizga, vatandoshlarimizga aytadigan bir gapim, to'g'ri, biz O'zbekistonda yashaymiz, o'zbek tilini yaxshi bilishimiz kerak. Lekin men hisoblayman, o'zbek yigiti, o'zbek farzandi rus tilini ham, ingliz tilini ham, boshqa tillarni ham yaxshi bilish kerak. Bu ya'ni qo'shimcha til bilsa yaxshi. Конечно, til bilish kerak. Men o'zbeklar rivojlangan millat bo'lish kerak. O'zini urf odatlarini yo'qotmagan holatda, tilini mukammal bilgan holatda boshqa tillarni ham bilish kerak deb hisoblayman. Hozir aqlimizni ishlatib bir anaqa qilmasak, ertaga 10 yil, 20 yildan keyin yanada qiyinlashib boraveradi-da. Biz anaqamizni miyamizni ishlatib pul topadigan xalq bo'lishimiz kerak.